kelganda aqli yo'q, hojat yo'q, uy isitish uchun zo'r yangilik topib bergansiz. Apeka pechkalar davri o'tgan, katyollar davri keldi. Eng asosiysi bittada 8 ta xonangiz isitsangiz bo'ladi. Effekti deganlarga alangan qaranglar, bunaqasi bo'lmagan. Bu hoykada, aleshkada yog' sarang bo'ladi, sifati ham zo'r bo'ladi. Eng asosiysi xohlagan gradusga qo'ysangiz bo'ladi. Garantiyalari bor. $800 dan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. 200 kvadratli nechpul deganlarga $1100 ekan. Ravshan Media obunachilarga $1000 qilib beraveramiz deyapti. Aql miyalari bor. Eng asosiysi graduslarga qo'yib qo'yaverasiz. Mana sovuqlarda ham o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Bitta zapravka qilganingizdan keyin bir kundan 3 kungacha uyingizni hammom qilib isitib beradigani bo'ladi. Rasxod qancha deganlarga, rasxodi o'sha adashmasam 40 mingdan 45 ming, 50 minggacha rasxod qilsangiz, nima endi 8 ta xonani 50 ming bilan isitish bu zo'r degani. Asosiy uyingiz tuplikli bo'lgan bo'lsa ham yana ham zo'r holatda bo'ladi. Dastlabkilar vodiy bo'ylab tekin bo'ladi. Ravshan Media oldim salari. Kutib o'tirmaysizlar, 50 ta katyolimiz tayyor turibdi. Siraz aloqaga chiqing, zakaz qilsangiz bo'ldi.